Assalomu alaykum do'stlar. Mana safarim 98-kuni va nihoyat Turkiyani boshidan oxiriga uchib ketyapman. O'sha safarim tugatgan joyga hozir bu aeroportda adashib qolay deyapman do'stlar. Mana buni ko'ringlar. 404 bni qidirishim kerak mana 404. Ketdim. Bir 6 tami postdan o'tdim, ishoninglar. Aeroportda yurishni bilmasdim. To'g'risi, o'ziga kerak bo'lsa Alloh yo'lingizni ochib qo'yar ekan, bor. Alloh o'zi chevar deydi-ku, mana ko'rdingizmi? To'g'ri bani topishim kerak. Samolyotim ketib qoladi unda. To'g'ri. Do'stlar, o'sha qolgan joyimga hozir uchib ketyapman, kuzatib turinglar. Erta indin Eronga o'tib ketaman. Hamma dokumentlar. Do'stlar, qo'rqib ketyapman men. Allohga ishonaman, Alloh o'zi yordam beraman. Mana ko'ringlar kattalikni. Istanbuldaman. Vanga uchib ketyapman. Vanda o'zbeklar bormi? Vanda o'zbeklar bormi? Yozinglar. Vanga qo'naman 2 soatdan keyin. Do'stlar, va nihoyat mana Vanga yetib keldim. Turkiyani oxirgi viloyatiga do'stlar, mana ko'ringlar, hozir Eron chegarasiga shu yerdan 50-60 kilometr ekan. Bugun inshaalloh ota-onamdan, xalqimdan duo olib, sizlardan duo olib, bugun dam olib bu yerda ertaga Eronga o'tib ketaman do'stlar. Qo'llab turinglar mana. Men Vandaman hozir, van. Do'stlar, hammasi Allohdan. Peshonamga nima yozilgan bo'lsa, shuni ko'raman do'stlar. Inshaalloh Alloh qaytargan ishdan qaytib, birovlarni g'iybat qilmasdan o'zimga to'g'ri bo'ldi. Xalqim meni yaxshi ko'ryaptimi? Alloh xalqni nazariga soldi. Inshaalloh yetib boraman.